bo'lsin bugungi hikoyamizni ismini yoki yurtini aniqlamagan bir to'rdishimiz so'zlab berdi. 9-10 yosh vaqtlarida yuz bergan ham shu vaqtlarga nisbatan ilib aytganda ham eng qo'rqinchli bir kechirmishini biz bilan o'rtoqlashibdi. U vaqtlarda bu bola sinfida tozalik boshliqqa bir kuni kechda maktabdan qo'yib berishdan burun ma bola ham shu kuni tozalik qildiganlarni o'rinlashtirib yetishni unutib qolibdi. Shuning bilan hamma bolalar ketgandan keyin Apla bugungi tozliqni qanday qilamiz deb o'ylab tursa, o'qituvchisi kirib qolganlar qani debdi. Men o'zim yolg'iz qolibdim, boshqalar ketibdi degandan unda bo'lsa tozliqni o'zing yolg'iz qil deb qo'yib o'qituvchisi qaytib ketibdi. Shuning bilan ma'qul deb bu bola o'z yolg'iz sinflarni tozalab, undan sinfni taqab sirtqa chiqqan vaqtida allaqachon qorong'i tushib ketgan ekan. Maktabdan sirtqa chiqsa, endi shu maktabning atrofida uylari bor, do'stlari shu yerda o'ynayotgan ekan. Bu bolam kichik bo'lgandan keyin shular bilan birga o'yinga qo'shilib, shu yerda o'ynab vaqtning qanday o'tib ketganligini bilmay qolibdi. Bir vaqtda esi kelib, "Voy, soat necha bo'ldi?" deb so'rab qilsa, soat allaqachon 8-9 bo'lib ketgan ekan. Bu bolaning maktabi bilan uyning orlig'i 3 kilometr kelgan. U orliqdagi yo'lda hamda uylar asosan yo'q ekanda, asoslari hamda ziroatkorliklar ko'proq ekan. Shuning bilan bu bola amal yo'q o'z yolg'iz uyga qarab piyoda minibdi. U vaqtda u yo'ldan yo bir velosiped yo bir moto yoki Harvo degandek bir narsalar o'tmabdi. U zamonlarda yez yo'llarda ko'cha chiroqlari bo'lmagandan keyin yolg'iz jimjit ko'chada qo'rqib minibdi. Minib bir yerga kelganda shunda mo'ngluq bir ayol kishining naqshi ovozi anglabdi. Kim naqshi aytayotgandi deb shunda atrofga qarasa, yo'lning qarshi tarafida bir oppoq kiyim kiyib olgan bir ayol naqshi aytib o'tirgan ekan. U ayolning uftusida endi shu zamondagi aposhlar uy ichida kiyib olgan endi kangri bir ro'bashki bilan kangri bir ishton uxlash kiyimi desek bo'ladi. Shunda bir kiyimning oq rangligi bor ekanda. Bu kim u bu yerda naqsh aytib o'tirgan deb kichik bo'lgandan keyin u qo'rqish yo'q. U ayolga shunday sinchilab qarabdi. Shu vaqtda u ayolmi bu bola tarafga qarabdi. U ayol dalmushlarning qo'shnisining ayoli Tunsa Xapashga. Buni ko'rib bu bolaning endi ko'ngli joyiga tushibdi-da, hanim bo'lsa bir tunish odamga uchirdim endi yo'lda qo'rqmay mangdigan bo'ldim deb. U ayolmi bu bolaga yiqilib kelib, "Voy bolam, nimda kech qolding?" debdi. "Mushta tozliq qilib kech qoldim" deb paranglashqash mengibdi shuning bilan. "Bo'ldi, qo'rqma endi, birga ketaylik, men uy ketay deb turgandim" deb. U ayol bu boldan bir 4-5 metr nerisida ishda mengibdi-da, yaqin kelmabdi. Ondan bu boldan pat-pat savol so'rab qo'ydi-ki, lekin gap qilgan vaqtida bu bol qarab emas, balki uduluq qarab keldi. U ayolning savoliga javob berish jarayonida u ayolning chiroyiga shunda qarsa, endi uduluq qarab kelib hamon ustiga chiroyi shunchalik endi ozroqmi qon didori yo'q, shunchalik totirib ketgan, shunda qo'rqinchli, sovuq bilinib ketibdi-da. Bu bolni qo'yilmay endi qorong'i tushib ketganda o'zim qo'rqib ko'zimga ishda ko'rinib ketgan o'xshaydi deb ishda o'ylabdi. Bular endi shu 3 kilometr yo'lni besish jarayonida nurg'un paranglashibdi. U ayol bu bolga nurg'un gaplarni qilib beribdi. Shunday qilib paranglashib minib uyning oldiga kelgan vaqtda, "Bolam, endi uyingga kelvolding, endi men uyimga qaytib ketay" deb minibdi. U ayolning uyi endi bularning uyining oldi tarafida ekan-di. Bu ayol bu bolani uyga akab qo'ygan bo'lgandan keyin endi keyni kiyinib ketish kerak-da. Lekin u ayol bularning beg'ining keyin tarafidagi qabristonlik tarafga qarab minibdi. Bu bol buningda hayron qilib, "Voy Tunsa xapa, sizning uyingiz o tarafda tursa, bu qabristonlik tarafda nima ish qilsiz?" debdi. Bu ayol, "Bugun men uy ko'chdim. Men seni uyingga akab qo'ygan bo'lgandan keyin sen meni uyimga olib qo'yamsan ya" debdi. "Oy Tunsa xapa, sizni olib qo'yolmayman. Bugun bek kechib ketdim. Men uyga kirsam cho'qim tayoq yeyman. Uydagilar bek ansirab ketgan bo'lishi mumkin. Unda xo'sh men kirib ketdim" deb lam kirib ketibdi. Kirib ketishdan burun u ayolning chiroyiga shunda bir qarabdi-ki, u ayolning shunda qo'chchiq kelib ketganligini ko'ribdi-da. Uyga kirgandan keyin qarsa, uydagilarning hammasi shunda tit bo'lib, aloqizat bo'lib turgan-ki, bu bolaning kirganligini ko'rib, dadasining ochiq kelib shopliqini devaylab ketdi-da. "Ey, nega bording? Mushtam kech qolamdi, nerda o'yinding?" deb bu bolaga vaqirab shunda so'roq qilsa, bu bola "Mushta tozlik qilib kech qoldim, undan o'yinga berilib ketibdim. Men Tunsa xapa bilan birga keldim, mishak akab qo'yib ketdi" deb. Shu vaqtda u dadasining chiroyi o'zgarib, ko'zini shunda chekchaytib turib, "Bey, sen qaysi Tunsa xonni deyapsan" debdi. "Palon qo'shnimizning ayol Tunsa xapashchu, shu apash bilan birga keldim men" debdi. Bu gapni anglab dadasining shunchalik ochiq gapda shaploq bilan jong'ida bir nisab, "Sen nima ish qilgan qilasan? U ayolni bugun tushdan keyin biz yerlikka qo'ydik. Bugun tushdan keyin tarafda tugab ketdi u ayol. Qandoqsiga sen bilan birga keladi? Sen endi boshqa bahona topolmay, men mushta yolg'on gap qilatamsan" deb dadasining texmbek ochiq gap ketibdi-da. Bu gapni anglab bu bola hang tang bo'lib turib qolibdi.
Voy, men rostla Tunsoq opa bilan birga keldim. Men uy ko'chgandim deb Zoratliq tarafga ketib bordi. Men uyimga borib qo'y degandim, men unutmadim deb yig'lab turib shu. Lekin uyda hech kim bu bolaning gapiga ishonmabdi. Shundoq qilib, hamda bir necha kungacha bu bolani shunchalik qarib esibdi. Tushida maktabdan qaytish yo'lida o'zi yolg'iz ketyapsa, Yediq Tunsoqxon degan ayol bu bolaning keyinda qo'g'laydi ekanda. Men seni uyingga akab qo'ysam, sen meni uyimga olib qo'ymiding deb qo'g'lash jarayonida yiliq ayolning chiroylari o'zgarib, og'iz shunchalik yo'g'inab, bu bolani shunchalik badbashir bir qiyofatda qo'g'lab ketdi. Shu tushni taxminan bir 2-3 oylar atrofida har kuni ko'ribdi. Shunday qilib vaqtning o'tishiga ergishib, unda tushlarni ko'rmaydigan bo'libdi. Hozir o'ylasimi shunchalik qo'rqdi. Undaq bo'lsa bugungi hikoyamni oyoqlashdi yoqtirgan bo'lsanglar, do'stlaringlarga taqtib qo'yishni unutib qolmanglar. Ba'zi birlar mening hikoyalarimni ko'chirib choplab, o'zining nomerlariga chiqarib ishda qo'yibdi. Mening shu aytyangu shuda Xiao Yueliang degandan boshqa nomerim yo'q. Doyinda shu bir tillam nomerim bor. Ondan tez qo'ldan bir nomer ichib qo'ydim, lekin uningga bir tillam hikoya yo'lladim. Shu doyinda mening shu aytyangu shuda Xiao Yueliang degan nomerimdan boshqa nomerda mening hikoyalarimni taqib tutganlarni ko'rib qolsanglar, xapomay bir arz qilib qo'ygan bo'lsanglar. Men birini ko'rsam birini arz qilib tushirib yetib borman, lekin bundalarning oyog'i faqat uzilmadi, faqat tugmadi, bek bizar bo'lib ketdim. Baqollig'inglarga